Amerika Davlat Meclisi'de muzokara qilinayotgan Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasidan Uyg'ur siyosati qonun loyihasi 1 dekabr kuni tushdan keyin OITga qarshi 104 ovoz bilan Amerika Avam palatasida mutlaq yuqori ovoz bilan ma'qullandi. Bu qonun loyihasini 2022-yilda 7 aprel kuni Amerika Kengash palatasining a'zosi Marco Rubio, Avam palatasining a'zosi Yang Kim va Ami Bira qatorliqlar Amerika Davlat Meclisi'da tonishtirgan. Shuningdek, bu qonun loyihasi orqali Xitoy Kommunistik partiyasi rahbarlik qilayotgan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ijro qilayotgan turli ziyonkashliklarini cheklash hamda Uyg'urlarning navbatdagi ahvolining yaxshilanishiga turtki bo'lish nishon qilingan. Shu qitimliq tonishtirish yig'inida Marco Rubio Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlar va boshqa Turkiya tilli xalqlarga yurgizayotgan qirg'inchilik va kishilik huquq dafsanchilik qilmishlarini qabih yo'sini davom qildirayotganda Amerika hukumati bu qabohatlarga sukut qilsa bo'lmaydi. Shunga men davlat majlisidagi barliq qarindoshlarimni bu qonun loyihasini ma'qullashga ovoz berishga da'vat qilaman degan. Mazkur qonun loyihasiga ovoz berish 1 dekabr kuni tushdan keyin o'tkazilgan. Amerika Davlat Meclisining a'zolari ayrim-ayrim so'z qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan ziyonkashliklarning hilim davom qilayotganligini, shunga bu jihatda Amerika hukumati texnik amaliy harakatlarda bo'lishi lozimligini, bundaq ahvolda Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini ma'qullashning buningdagi bir muhim qadam hisoblanganligini ta'kidlagan. Mazkur qonun loyihasining ma'qullanishi Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan ziyonkashliklari va qirg'inchiliklari izchil davom qilayotgan bir paytga to'g'ri kelgan bo'lib, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyat uchun elib aytganda zo'r tarixiy ahamiyatga ega deb qaralmoqda. Texmi muhimi, bu qonun loyihasi Uyg'urlar haqida ma'qullangan ilgirki qonunlardan kuchli yo'sinda o'ttirg'i chiqib, Amerika hukumati va Tashqi ishlar ministrligini Uyg'urlar haqida bir qator amaliy harakatlarni qilishga majburlaydi ekan. Dünya Uyghur Qurultiyi və lager şahidlərdən tərkib tapqan bir heyət 29 noyabr günü Avstraliyanın Adilat şəhərdəki Cənubi Avstraliya yerlik parlamentində guvahlıq verib, Uyğurlarının hazırki iğir vəziyyət doğrusunda ətraflıq məlumat bərgəndən keyin tələblərini yetküzgən. Parlament əzaları tələblərini anlığandan keyin bəzi vədələrini bərgən. Avstraliya Uyghur Cəmiyyəti, Dünya Uyghur Qurultiyi və Avstraliya Tağırtaq Xanım Qızlar Cəmiyyəti birlikdə uyuşturğan Cənubi Avstraliya Şitatlıq parlamentində ötküzülgən guvahlıq veriş yığınında lager şahidlərdən Qalbinur Sıdıq və Ömər Bəkali guvahlıq bərgəndən sırt Zümrətay Erkin Uyğurlarının hazırki iğir vəziyyəti və Uyğur davasının növbətdəki yüzlənişi toğrusunda məlumat bərgən. Doklad beriş yığınının axırında yığın əhli doklad bərgüçülərdən sual sorğan. 20 ətrafıda yerlik parlament əzası Uyğur heyətinin tələblərini anlığandan keyin məcburi əmgək bilən işləb çıxırılğan məhsulotlarının Avstraliyaga ilib kirilishini çəkləşə oxşaş bir qatar məsələlərini həll qilish üçün küç çıxırdığanlığı toğrusunda vədi bərgən. Mazkur heyət 29 noyabrda Janubiy Avstraliya parlamenti doklad beriyotganda Adilat turayotgan ko'p sondagi Uyg'ur parlament binosining oldida Xitoyga qarshi norozilik namoyish o'tkazgan. Mazkur heyət Avstraliyaning poytaxtidagi Federatsiya parlamentida va Sidneydagi shtatlik parlamentida guvohlik berish yig'iniga ishtirok qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishni talab qilgandan sirt ba'zi konkret talablarni o'ttirib qo'ygan. 1 dekabr kuni Amerika Demokratlar Partiyasi va Cumhuriyetçiler Partiyasidagi 42 Kengash palata a'zosi Xitoyni davlat ishidagi namoyishni zo'rlik bilan bostirmaslikka ogohlantirib, buning Amerika-Xitoy munosabatiga g'oyat zo'r ziyon elib kelganligini aytgan. Demokratlar Partiyasining Kengash palata a'zosi Merkli, Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi McConnell va Sullivan rahbarligidagi 42 Kengash palata a'zosi Xitoyning Washingtonda turishlik bosh elchisi Chinganga yozgan xatida o'zlarining Xitoydagi namoyishga yaqinda diqqat qilayotganligini bayon qilib, Xitoyning namoyishga bo'lgan inkosini yaqindan kuzatayotganligini, 1989-yili Bejingning o'quvchilar namoyishini zo'ravonlik bilan bostirib, necha minglagan kishining o'lishini keltirib chiqarganligini, hozirgi texmi ko'p erkinlikni xohlaydigan tinch Xitoy namoyishchilari qartilgan yana bir qitimli qattiq bostirish qarshi Xitoyni eng kuchli shart bilan ogohlantirganligini, agar bostirish yuz bersa, Amerika-Xitoy munosabatiga ig'ir oqibatlarni elib kelganligini hamda nurg'un ziyonlarni keltirganligini ta'kidlagan ekan. Yevropa Kengashining raisi Michel 1 dekabr kuni Xitoyni ziyorat qilib, Xi Jinping bilan ko'rishdi. O Xi Jinpingga Yevropa ittifoqining oq qog'oz inqilobiy kishilik huquq va Rossiya bilan Ukraina urush qatorliq masalalarda maydonini aniq ifodaladi. Ikki taraf har xil masalalarni o'z ichiga olgan holda 3 soat atrofida suhbatlashgan. Axborot e'lon qilish yig'inida Yevropa Kengashining raisi Michel Xi Jinping bilan yaqinda oq qog'oz harakatining Xitoy miqyosida elib berilgan namoyish to'lqini to'g'risida suhbatlashganligini bildirib, Yevropa ittifoqi nisbatan kishilarning yig'ilish huquqi qonuniy cheklash kuchiga ega xalqaro hujjatlar, shundaqla davlat asosiy qonunlar tarafidan kafolatiga ega qilingan muhim asosiy huquq ekanligini ta'kidlagan. Michel yana Xitoyning kishilik huquq masalasi haqida to'xtalib,
kishilik huquqning umumlashganligini ta'kidlab, Yevropa-Xitoy kishilik huquq dialogining asli kelishini qarshi olganligini, buning bilan Yevropa ittifoqining texmi keng doirada kishilik huquq siyosiy masalasi va kishilik huquq dialoglarga ahamiyat berishiga sharoit hozirlaydiganligini, Shi Jinpingning Rossiya bilan bo'lgan ta'siridan foydalanib, Rossiyani BDT nizomnomasiga amal qilishga va yadro qurollarini ishiltish o'yidan voz kechishga chaqiriq qilishni bildirgan.